oqibat haqida turmushragina she'r bitdim. Qondosh aka-uka yer talashsa, opa-singil bir-biridan yuzin bursa, farzandlari otalariga qo'l ko'tarsa, keldikmikin yo oxirat kunlariga. Puling bo'lsa davralarning to'ridasan, so'zing o'tkir har joyda sen eng zo'risan. Puling bo'lmas ular uchun hech kimsasan, keldikmikin yo oxirat kunlariga. Omad kelsa yoningda hamma do'stdir, gar boshingga ish tushsa kimsa yo'qdir. Bilgin bu dunyoda faqat sening, chin do'sting ham, jannating ham ota-onang. Bu dunyoning tashvishlari tugamasdir, ko'zing tuproqqa to'lgach kech bo'lgaydir. Imkon bo'lsa har on yonida sen, olib qolgin ota-ona duosidan. Boylik ham, mansab ham o'tkinchidir, tanangdagi jon ham bir kun ketguvchidir. Alloh hammamizga bu dunyoda sabrimizni, iymonimiz sinab ko'rguvchidir.